بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد بقول شخصية مميزة وكتاب مميز وجميل. bizi içimizden, ortamızdan أحداث نهاية السبعينات واقع بالعادي 70'lerde آخرقة. طبعا bu tarih hamamız için çok mühim tarih. Komünçümüz meşhur tarihlerde arasıga hayata kelganmiz. Xosdan meni jilimdagi shabablar. Bu doktorani ati Audrey C. Shalansky. Dr. Audrey yani katta isim, akademi isim ve derece doktoranı ilmi insanga, antropolojiya Harvard Üniversitesi'nden olgan. Ve Harvard University dünyanın daimen birinci ya ikinci, üçüncü kerede. Yani dünyadaki camialar içinde en yani katta camialar Harvard. طبعا كامل يعني hayatlarını profesör şekilde Camiat Wyoming'e o'tkazganlar. طبعا يعني شيلنسكي'ni en katta mezalaridan bittasi al-amal al-maydani. Yani bu kitapta yozish uchun, tamam mı? Kelim o'zi shaxsan mujtamaat al-laji'in al-o'zbek, shu muhojir o'zbeklar ki Afg'onistonga kelgan Qunduzga ana shu yerda ishlarga kirib, o'tirib, ayollar bilan, xotinlar bilan o'tirib, o'zi qulog'i bilan eshitib va tavsiq qilgan. Tavsiq. Mana shu biz aytamizki, mana shu kitob yozishni masalasi nima bu? Ana shu bo'lgan ahvollarda, ana shu bo'lgan narsalarda, ahdoslarda tavsiq qilish, yozish. Bu kishi shuni bizga misol shakliga qilib ketganlar. Masalan, ya'ni Qunduzgaki bu Sovyet hujumi Afg'onistonga undan avvalroq shu vaqtlarga hatto biz amakimiz Abdulmannon, Ustoz Abdulmannon shaxsan bu kishilar oilasiga, uyiga joy berib va himoya qilib va hatto ayollari bu doktor Shalansky bilan o'tirib to'ylarga borishib, bizni taqofamizni o'rganib, taqofamizdan shafahiy tavsiq qilib, yani inshaalloh biron kun Ustoz o'zi bizga shu hikoyani atadilar va zikr qiladilar. Yani biz bilan ichga bu kitob shuncha muhim bizim uchun. Ko'p yani o'qishimiz kerak va bilishimiz kerak bu kitobdan. Taban mana shu tavsiq shafahiy, tamam mı? Bu tavsiq shafahiyga nima qilganlar? Rivoyat kibarisin kattalarda rivoyatlarni olib shafahiyni tavsiq qildilar. Masalan, bir tavsiq qilgan narsalardan Nahr Amudoriyagan, Jayhungan o'tayotganlarga, masalan Qunduzga, masalan shuni nima qilganlar? Tavsiq qildilar. Masalan, bitta misol. Agar masalan shuni tavsiq qilmasaydilar, mana shuni hikoyalar nimasi yo'qolib ketardi. Esimizdan chiqib ketardi. Bo'lmaganday bo'lardi. Shu tavsiqa hozir muvaffaq bo'lib qoldi bizga. Ko'p muhim nuqta, ko'p muhim mafsali bizning tariximizdan bir nima qilyaptilar? Tavsiq qilib berdilar bizga. Shunga o'rganishimiz kerak. Va ya'ni mana shu masalan Sujjod Buxoriy gilam. Shu gilamning masalasini nima qiladilar? Ya'ni masalan bitta gilamni sotdi. Aytmasdilarki bu qancha foyda qilding? Yo'q. Aytadilarki mana shu sotgan gilamning masalan ustidagi naqshalari nima hikoyasi bor edi? Nima anlami bor edi? Nima senga nima ma'no berardi deb so'radilar. Keyin ko'pincha dirosatlar nima edi? İmparatoriylar, Rossiya va Britaniya, tamam mı? Sovyetlar, nimalar? Mana shunga, mana shu tarixda katta nimalarda fikr qilishardi, yozishardi ko'pinchalar, tamam mı? Walakin Shalansky nima qilganlar? Borib valla Rossiya va Britaniya va Sovyetlar bunday bo'ldi degandan ko'ra tahvil andor qilganlar ilal inson o'zbaki. Yani ko'zlarini inson o'zbakini ustiga olib kelib, tamam mı?
va mana shu turklarki, mana shu o'zbeklarki o'tishgan fard mana shu fardlarda har qaysini qissasi bor, xos tarixi bor. Faqat arqonlar emas. Mana shular va bu Quvay Uzma Britaniya va Sufiyat boshqa Sin demasdan mana shu insoniki basit, mana shu insoniki nima shularga tarkiz qilib mana shularni hikoyalarini, mana shularni nimasini tavsiq qilganlar. Shuning uchun ya'ni kitoblarning oti Sanawat Tawila fil Manfa. Manfa ya'ni muhojiratxona, tamommi? Ko'p muhim kitob. Yana bir defa ba'zi ya'ni maqtalarini ikkinchi maqtaga gapiraman, nima chunki bu muhim. Va mana shu bizga katta misol kitob yozishga, o'zimizni tavsiq qilishga nimamizni, tajribamizni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.